Assalomu alaykum obunachilar. Bugun Xiva G'oy qishlog'iga keldik. Xiva G'oydan xotirjam optim, sifatli MDF va laminat ishlarni narxlarini ko'rsatib o'tacakmiz. Bu videomiz yangi kanalga qo'yiladi. Sababini aytib o'tamiz. Yangi kanalda obunachilar hozir bu reklamani to'g'risini aytaman. Pulini olmang, lekin narxini arzon qo'ydi istaraman. Iloji boricha obunachilar. Ya'ni blogerning puli bo'lmaydi, faqat obunachilarimiz uchun. Ro'za Ramazon oyida. Usta qani gangdan endi. Nechadamiz? Buni borku to'g'ri toza kanalga qo'yib beramiz. Xudo xolasa yangi kanalga. Va alaykum assalom gangdana. Minatamiz, qarang. Men bu video uchun xudo xolasa pul olmayman. Ish video uchun. Obunachilarim lekin shuni narx qo'yib bersangiz kerak. Hozir aytacak narxingizdan arzon bo'shaydi. Qanchasini qo'yib berasiz? Bu krashinga o'xshaydi bular. Yo'q, krashinat laminatda ishlangan. Ha, krashinat laminatdan. Format laminatdan. Necha so'mdan beramiz bularni? Shtabiklarga, 950 dan narx beramiz. 850 dan berasizmi? Yo'q, 850 emas, 950 dan. 850 dan bering. Bu toza kanal o'xshaydimi, o'xshamaydi, ko'ramizlar, ko'rmaymilar, bilmayman. Bo'ldi. 850 danmi? Toza kanalga ketdi bu. O. Kvadrat obunachilar 850 ming so'mdan Multisapo, to'g'risi, Multisapo bu. Men krashinglarni bilasizlar. Men ortiqcha o'z maqtamayman. So'ra kelib qo'yib berasizlar. Qarinlar shikayat deyiladi, to'g'rimi? Qarinlar yuzining ichida bo'ladi. Ha, ichindami? Tamam, zamoq yuzining ichida bo'ladi. Yine shunday ko'rinishda bir ko'rib berasizlar. Obunachilar videoni iloji boricha qo'yib beraman, to'g'ri. Montajsiz obunachilar. Foydalanib qolinglar Ro'za Ramazon oyida. Necha so'm? Ikkitadan shu kvadrati. Ha, shu 850 mi? 850 dan qo'ydik. Duayni ishtabik lekin bu. 850 mi axir? Tamam. Bularni 1 million 200 dan bitadi. Bitti. Qarinlar zamoq bo'ladi. 1 million 100 dan. Endi hali zakaz beramizlar, bermaymilar men bilmayman. Toza kanal bu. Necha so'm? 1 million 100. 1 million 100 ming so'm tayyor kopi obunachilar 08 laminat bu. 08 zakaznoy bu. Korona nalishnik zamok hamma ishida, to'g'ri? Faqat bo'lsin obunachilarim bo'lsin-da, iloji boricha bu toza kanalda zal yo'q. Foydasiz bo'lsin, baragasini bersin, obunachilarimizga bo'lsin. Buncha so'm. Mana shu kvadrati. 850 lik. Bu dona yorma qopisi necha so'm chiqadi? Yorma qopi. Yarma kapsi 1 million 200 dan bo'ladi. 1 million 600 ga berasizlar. Beramiz. Yakka qopi narxini ketdimi? Cho'kka oldi bu. Qaranglar, necha so'm aytamiz? Durishini hisob kitob aytaylik. Durishini. 2,5 3 bormi? 3 million 200 ga chiqib turibdi bu. 3 milliondan chiqaramiz. 3 million oynasi bilan birgami? Oynasi bilan. Hisob yordingizlar lekin. 3 million so'm obunachilar bu qoshli oyna bo'ladi bu. Ham kvadrati ul ekan bu oynani. 3 million so'm shu durishi. Buni ham 3 million so'm, to'g'rimi? Buni necha so'm beramiz? 1 million 100. Yordi lekin. Bu aytib turgan narxlarimiz ustag'alarimiz eldan chiqar qo'ymag'ay. Sizni talpalidlar, to'g'rimi? Oyaqin tiyin olib kapkilinglar sizni, to'g'ri. Qayta necha so'mdan beramiz? Qaytagani bizning narxga bo'ladi. He. Zamoq bo'ladi 750 ming so'm. 750 700 ming so'm beramiz. Neden siz? 650 bermisizmi? Yo'q, 700. O'zlari ketadi 650 dan. Yo'q, endi eng yaxshiga baho bizlar. 700 mi? 700 ming so'mdan danaga ne berasizlarmi zamoq? Zamoq bo'ladi. Nalishiklari bo'ladi axir. Bunda korona bo'lmaydi-ku bunda. Nalishlik bo'ladi. Obunachilar bu videoni iloji boricha srochni qo'yib beraman. Ispitatib, agar zakaz beradigan bo'lsangiz, dar zakaz beray, zarar ko'rmaysiz. Necha so'm? Bular 1 million 100. 1 million 100 turishi. Zamoq. Durishang. Cho'tka obunachilar. Salomat bo'ling, yaqinlaringizga yarib qo'y. Jarbek ustoning nomerlarini qoldiramiz. Xiva G'oy qishlog'idan. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.